Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Makonsiz qoldim. Qamoqdan chiqqandan keyin Qashqardagi o'zgarishlar o'y-xayolimni ostin-ustin qilavatdi. Qamoqdan chiqib bir oy ichida kechini kunduzga ulab putkizgan 3 kitobimdan ig'iz echish mumkin bo'lmadi. Urumchiga ketish, kitob nashr qildirish va qamoqda plan qilgan hiliqi 3 jamiyatni qurish deganlardan so'z etishmo mumkin emasdek bir holat hamma yerga, hamma shaharga hukmron edi. Men yo'q, bu 15 oy ichida ko'chalarni qoplagan mukammal nazorat uskunalari va to'liq qurollangan xodimlar shaharlarni qo'rqinchli tusga kirgizib qo'ygan edi. Qurolliqlarning chiroyi shu qadar jiddiy bo'lib, ko'chadan o'tganlar hili kelib qurolga etiladigandek hujumga tayyor holatda chatlarini kirib, qurollarini batlab turishatdi. Qamoqdan chiqqan kunning ertasida saharda ayolim ishlayotgan bir til kursida soat 8 bilan dars boshlab ketgan edim. Shundan keyin Qashqar shahar ichida 500 metrda bir qurilgan chidirlarda bo'layotgan aydurimcha tekshirishlarga har kuni yo'liqadigan bo'ldim. Batlangan qurollar, maydonlarga tizib qo'yilgan tanklar, broneveklar, 100 tonaydigan asbob va kimlik surkaydigan sanduqdek mashinalardan qo'rqmaydim. Meni qo'rqitadigan allaqanday keladigan uskuna edi. Uningda kimlikdagi jinoyat arxivi mana men deb chiqatdi. Bundaqlarg'imi to'la uchrab, amdi moslashib turib edim. Bir kuni chatoq chiqdi. Qamoqdan chiqqanning 3-kuni sahar vaqti edi. Qashqar shahrining ko'na rassi bo'lgan O'stan bo'yida tutilib qoldim. Sayrab ketgan kimligimning chatqini tushundirib bo'lgacha, Eitkaning yenidagi saqchixonaga qamilib bo'ldim. Men tutilgan yer kamera, chiroy tunaydigan, badan tekshiradigan, kimlik tunaydigan uskuna saplangan tekshirish punkti edi. Yo'ldagi hamma yo'lovchi xuddi hozirla aeroplanga chiqib uchishga tayyor yo'lovchilardek qattiq nazoratdan o'tib. Tekshirishda olqandek uskunaga salsila doim sayraydigan kimligimni tushundirib bo'lgacha ishkallab mashinaga besib ketishdi. O'stan bo'yi saqchixonasidagi kamera tömür rishatka bilan ayrilgan bir ishxonaning yerimi bo'lib, ichida o'ltiradigan o'rindiqmi yo'q. Xuddi hayvonotlar bog'chasidagi qafasning o'zi edi. Menmu to'xtamay u yoqdan bu yoqqa minib, qafasdagi bo'riga o'xshab qilib Farqim men hovlay olmaydim. Rishatkaga o'zimni urolmaydim. O'zimning bu yerga mansub emasligimni, bo'rdek uzun tishlarimni hingaytib, xiris qilib, o'rpib bildirolmaydim. 4 soat qamalgandan keyin Qurbonjon degan saqchi avval kompyuterimni aqtirdi. Men tutilganda uni ilib ketgan saqchilar maltilab ichidagi hujjatlarni ichilmas qilib qo'ygan edi. Shunga to'rga chiqishdan boshqa ishni qilg'ili bo'lmaydi. Qurbonjon telefonimga qarab, hech nima topolmadi. Oxiri tutib kelganiga pushaymon qilgandek, kameradan tortib chiqarib, xolaning oldida to'xtatdi. Xolaning o'chqini tozaymishman. Xolaning oldida turman. Oldimda qurolining tepkisini qamallab turgan saqchi. Tapinimning tegidan kelgan ochiq mingimga tepdi. Tozlamayman qandoq? Ata qurolin bo'lgandikin, xola tozlamadi deb, bekordan bekorga tutib kelib, keynidan xola tozla deydi bu. Sen tozlig'ina mening xolayimni, haqqingni beray. Hukumat saqchilig'ingga bergandan oshirib 2 hissa maosh berman, deb varqiradim. Qurbon avtomatning stolini yerga qilib menga etilib keldi. Shu an yiroqdan o'ttir yosh bir saqchi yugurib kelib, "Voy, Mamtiminning inisi Abduvali bu. Bo'ldi, Qurbonjon, sizlar ishxonaga mangsizlar", deb jidalni bosdi. Akamning do'sti o'zira qo'yib, meni darhol qo'yibdi. Shu kuni akamning do'sti bo'lib qolmagan bo'lsa, u yerdan qutulish basi mushkul edi. Qashqar shahar ichi borgancha osmondagi kamera, yerdagi tekshirish va ko'chadagi broneveklarning suri bilan qamoqdanmi vahimalik tus olmoqda edi. Shahar ichidagi har mahalla birdan doira ichiga ilinib, eshik bekitilgan. Eshikning yiniga kimlik tekshirish, bexatarlik tekshirish uskunasi o'rnatilib, kirgan chiqqanlar
birma-bir tekshirilmoqda edi. Bu holdan zerikib, shahar atrofidagi yezilarga chiqib ketatdim. Yezilarda aholilar tarqoq bo'lg'achqa, uncha ko'p saqchi yo'q edi. Shu bahonada yiroqlarga qarab, burunqi kamirdoshlarni ip kelsa surishti qilib aram olg'ili bo'ladi. Ammo har kentga birdan tarbiyalash o'rni qurilib, men qamoqda o'rgangan zamonaviy madaniyat, vatanparvarlik, millatlar ittifoqi tarbiyasi boshlanib ketgan edi. Kentlarga tushgan kadrlar bu ishga rahbarlik qilyotdi. Shunga kent qurosida to'xtamay o'qilayotgan xitoycha naqsha, o'ynalayotgan xitoycha usul, ko'chalarda bir tutash forma kiydirilib, marshqa dastlab minib yurgan yoshlar yezilarning fayzini uchirgan edi. Ketishim kerak. Qamoqdagi chaqdala Yaponiyaga ketishni qaror qilgan edim. Qamoqdan chiqib 2 oydan keyin ayolim va cho'ng qizimni Yaponiyaga avatibetdim. Ular o'rinlashib bo'lgandan keyin meni taklif qilsa, osonroq ketarman degan niyatda edim. Ayolim Yaponiyada panohlik ishlarining to'limi asta bo'layotganligini, uning meni ilib ketishiga necha yil ketadiganligini aytdi. Turkiyadagi do'stlar kelishimni aytishdi. Amerikaga chaqirganlarmi bo'ldi. Ammo men chiqmasam bo'lmaydigan bir sabab bo'lmasa, chegaradan chiqa olishimga ishonmaydim. Chegaraning nerasiga o'tishdan avval Qashqardan chiqib sinab boqmoqchi bo'ldim. 2015-yil iyunning 5-da Xotanga safar qildim. Qog'liqda Qashqar viloyatidan Xotan viloyatiga o'tish uchun rasmiy davlat chegarasidan o'tgandek tekshirishlarni boshdan kechirdik-miz. Chatoq shu yerda terildi. Bu qitim oldinqidek uskuna emas, bir parcha rasmim ularga serimni pash qilgan edi. Tekshirish punktiga kelishimga askar chasida rasmimni tortdi. 1 minut o'tmay keynimdan kelgan qurolliq ikkalan meni ayrim uyga qamab qo'ydi. Ularning kimlikni ko'rmay turib tekshirishida men yana tutib qilindim. Qaraganda u askarning telefoniga alohida bir detal qachilangandek qiladi. Bo'lmasa, kimligimni mo ko'rmay, mening qamoqda yotgan sobiq mahbusligimni qandoq bilib oladi? Tutulishim 3-qitimga yetganda, saqchilarning qo'lida o'lib ketadiganligimga ishondim. Oblikim ismli qarmataq qurolliq saqchi menga "Odam urish qonuni xilof dedingmi? Mana urdim, yana uraman. Mana men qonun, seni nima qilsam ixtiyorim" dedi. Bu qitim tutulibla qolmay, yana hech bir sababsiz til angladim, tayoq yedim, qamab qo'yildim. Shuning bilan oxirgi qitim Qashqarda qonunning bor yoki yo'qligini bilib beqish uchun arz qildim. Qashqar shaharlik siyosiy qonun komitetiga, shaharlik partiyakomga, viloyatlik jihi idorasiga, Qashqar qurolliq saqchi bosh atirtiga 6-iyul kuni meni tekshirish punktida urib ketgan, hech bir sababsiz 7 soat qamab qo'ygan, boshqalarning oldida haqorat qilib, izzitimga tekkan oblikim degan alohida saqchi ustidan arz qilib bordim. Atigandan kechgacha bir kun chepib yurib, erishgan natijam umidsizlik bilan oxirlashdi. Qashqar shaharlik jihi idorasi davlat bexatarlik tarmoq atirtidagi tekshirish xodimi Abdukarimning "Agar arzingdan voz kechmasang, seni deb orga kirgan akang va boshqa saqchi og'inlaringni tutqizib o'taman" deb tahdid silishi bilan arzdan voz kechishga majbur bo'ldim. Avgustning o'ttirsi edi. Bir kuni saqchi Qashqar shahri ichida ijara olgan uyimga kirib, mening bu mahallada qarshi ilinmaydigan kishi va oqma nopos ekanligimni uqtirdi. Sababi noposimning Qashqarda bo'lmaganligi, mening jinoyat arxivim bo'lganligi ekan. Ular meni haydaydi ekan. Mening bu yerda turishimni xohlamaydi ekan. Qashqarda turg'izmasa, ketsam ketay deb noposim turishliq Lanju bilan aloqa qilib baqdim. Do'stlarning aytishicha, men turishliq yerdagi yerlik saqchi menga jinoyati yo'q degan isbotni chiqarib bermasa, men Lanjudmu turolmaydi ekanman. Hayotimda tunji qitim osmon yiroq, yer qattiq degan iboraning haqiqiy ma'nosini tushungandek bo'ldim. Shu kuni mening beshimga ko'rmagan bir dard tushdi. Men birdilla makonsizga aylanib qoldim. Osmon o'rilib tushgandek,
Üstümge askitam yiqilib, ko'z oldimni to'pi tuman qaplab ketgandek bo'lib qoldim. Men vamni nat quraman. Ikki bola, bir oila kishilari qayerda yashaymiz? Saqchining aytishicha, men oila boshlig'i bo'lg'achqa, men qayerda tursam, oilam shu yerda turish kerak ekan. Noposi Urumchida bo'lgan ayolim menga vakolatan uy ijara olsimi bo'lmaydi ekan. 13 avgust kuni Qashqar shahar Chasa saqchixonasi saqchi avatib, yo'g'on pichatni chaplab, bizni ijara uydan qo'g'lab chiqardi. Ayolim qizlarimni ilib, onasining uyida, men onamning uyida panohlanib turishga boshladik. Yurak pok-pok, chunki bu mahalladimi qo'g'lanishimiz aniq edi. Mahallada har 10 oilaga birdan boshliq tayin qilingan bo'lib, kimning uyida kim ortiq, qachon keldi, qanchalik turadi, qachon qandoq ketadi deganlar xotirlanib turadi. Har korpusning ishkiga birdan pashqili sanduqi o'rnatilgan. Haftada bir oila cho'qim bir qonunsiz diniy faoliyat, qonunsiz kitob va qonunsiz unsin buyumini pash qilishi kerak edi. Qachon qayerda yuz bergan bo'lishi shart emas edi. Agar biror oiladan pash qilish sanduqiga ma'lumot yo'llanmasa, u oila nuqtaliq oila qatoriga o'tib qoladi-da, tok, suv va tabiiy gaz to'xtab ketadi. Biz kimning uyida panohlansak, o'xshash xatarlik edi. Agar saqchi kirib tekshirsa ish chatoq, meni va ayolimni qonunsiz turg'uchi, qonunsiz ko'chman nopos qatorida 15 kun yatoqliq tarbiyalashga yo'llaydi. Qizlarim yetimlar maktabiga ilib ketiladi. Uydan chiqmay yotqili bo'lmaydi. Taloga chiqsam hamma yerda tekshirish. Tekshirishda tutilib yana saqchixonaga ilib barsila noposim bu yerda yo'q. Jinoyat xotiram borligi ma'lum bo'ladi. Tuyuqsiz nima qilishimni bilolmadim. Men ota bovamdan boshlab yashab kelayotgan, kindik qinim to'kilgan zaminda oilam bilan makonsiz qolgan edim.